Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugundan boshlab yerga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Fuqarolar iltimos, tashqarida zarurat ishingiz bo'lmasa, umuman uyingizdan chiqmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, yerga kuchli magnit bo'roni yaqinlashmoqda. Ayrim insonlar o'zini yomon his qilishlari mumkin. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, kuchli magnit bo'roni payshanba oqshomidan boshlab deyarli haftaning oxirigacha davom etishi kutilmoqda. Ob-havoga sezgir insonlar quyidagi alomatlar kuzatilishi mumkin. Bosh og'rig'i, holsizlik, tez-tez charchash, uyqu buzilishi. Shifokorlar bu davrda ko'proq suyuqlik ichish, yetarlicha dam olish, ortiqcha jismoniy zo'riqishdan saqlanishni tavsiya etmoqda. Siz magnit bo'roni vaqtida o'zingizni qanday sezasiz? O'zingizda qanday o'zgarishlar bo'lishini his qilasiz? Fikringizni mana shu videorolikning izohlarida albatta yozib qoldiring. Albatta tepadagi aytilgan tavsiyalarga rioya qiling. Issiq quyosh ostida ko'p yurmang. O'zingizni va atrofingizdagilarning hayotini asrang. Ushbu videorolik barcha vatandoshlarimizga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.